may oyi chiqib ketmasdan albatta bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bo'lmasa attang qilasizlar, kech qolasizlar. Do'stlar, befarzandlar qanisizlar? Qarzdorlar, baxt talablar, ishi yurishmayotganlar, musofirda yurganlar qanisizlar? Bu qiyinchiliklaringni, bu mushkullaringni yechimi albatta bor inshaalloh. Ulgurib qolinglar. Bu yechimlar inshaalloh 25 ming so'm, 30 ming so'm pul bilan hal bo'ladi inshaalloh. Chunki biz saxovatga uy boshlaganmiz. Boshlariga musibat tushgan xonadonni uylarni bitirishlik arafasida yuribmiz va bitqizyapmiz ham. Bular hammasi sizlar bilan birgalikda. Mana shu mushkuli bolalar bilan birgalikda bo'lyapti. Do'stlar, mushkulingiz bo'ladigan bo'lsa ehson qiling. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom nima dedilar? Boshlariga kelayotgan balolarni sadaqa tufayli daf qilinglar deganlar. Duo taqdirni o'zgartiradi deganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Ehsonning mukofoti ehson dedi. Shunday ekan do'stlar, uyimiz deyarli 90% bitdi. Sizlar bilan ozgina yana qo'llab-quvvatlanglar. Ehsoningiz yo'qdir, mushkulingiz bormi? Shu videoga bitta like bosing. Kommentariyada duo qiling. Storiesingizga joylang. Hamda 15-20 ta do'stlaringizga jo'natingki, mana shu uyimiz inshaalloh Qurbon hayitidan keyin topshiramiz. İçlarini ham juda ham chiroyli holatda bitkazganmiz. Otaxon, onaxonimiz olib kelamiz, duolarini olamiz. Inshaalloh shu mushkullaringiz bitadi sizlar. Do'stlar, ehsoningiz bo'lsa, onaxonimiz nomlariga ochilgan karta Rahimaxon Abdullayeva chiqadi. Ehsonlaringizni yo'llang. Yoki bo'lmasa videolarimizni qo'llab-quvvatlangki, Alloh taolo sizni ham mushkullaringizni bitkazsin. Umumiy hisobda do'stlar 55 million so'm pul kerak. Bu katta summa, lekin siz uchun, ko'pchilik uchun arzimagan pul. 20-25 ming bilan ko'pchilikniki bitib qoladi. Pol patalo, eshirom hamda shpakilovka qolgan, hamda usta haqqi qolgan. Do'stlar, birdan bo'lsak, albatta bu kunlardan ham o'tib ketamiz. Sizlar bilan birgalashib 4 ta uy qurdik. Bunisi hech narsa emas.